Har bir shifokor o'z kasbini chuqur o'rgansa, yelkasida katta mas'uliyat borligini tushunib yetadi. Doktor, avvalambor sizdan uzr so'rayman. Agar o'shanda siz aytganlaringiz qilgan bo'lganimda qizim oramizda bo'lardi. Demak, qizni dardi og'ir, uni o'pkalarida infeksiya bo'lishi, infeksiyani tekshirish uchun infeksion bo'limga borasiz. Bu bizning ishimiz, bizning bo'lim terapiya bo'limi. Nima uchun qilmaysan? Sen doktormisan, bo'yniga olgansanmi? Oxilat kelgansanmi? Turasan, qilasan. Shifokorning har bir tanlovi muhim ahamiyat kasb etadi, chunki birgina xato kimningdir o'limiga olib kelishi mumkin. Doktor Jaloliddin, sizni operatsionni bo'limga chaqirishyapti. Hozir boraman. Jaloliddin, nima bo'lgan taqdirda ham bugun otam sog' chiqishlari kerak. Ikki bemor bir vaqtning o'zida shifoxonaga olib kelingan. Ulardan birining ahvoli og'ir bo'lib, zudlik bilan tibbiy yordamga muhtoj edi. Biroq shifokor qon bosimi oshgan bemordan pora olib, uni navbatsiz davolagan. Natijada og'ir bemor vaqtida tibbiy yordam ola olmay vafot etgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud qaroriga ko'ra shifokor 8 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan.